Mening bolaligim boshqa tengdoshlarimdan farqli ravishda vatanimiz sarhadlariga juda yaqin bo'lgan hududlarda, ya'ni chegarani qo'riqlash vzvodlarida o'tgan. Dastlab Xorazmda, undan so'ng Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarining turli chegara oldi hududlarida istiqomat qildik. Eng qizig'i, biz yashagan ko'p joylarda chegaradosh hudud shundoq ko'rinib turar. Dadamning ishxonasi ham yonginamizda. Uyimiz devorining ortida joylashgan edi. Biz esa uy hovlisida o'ynab o'sganmiz. Yodimda, otamga nega biz vodiylik bo'lsak-da, u yerga kam borishimiz, juda ko'p joyga ko'chib yurishimizning sabablari to'g'risida tinmay savollar berardim. Otam esa ona vatan tinchligi, chegaralarimiz daxlsizligini ta'minlash uchun kimdir jon kuydirish kerakligini gapirardi. Eng ahamiyatlisi, o'sha jon kuyar odamlardan biri mening otam ekanini bilib xursand bo'lib ketardim. Shu tariqa menda chegarachi bo'lish, otamning kasbini davom ettirish orzusi paydo bo'ldi. Yillar o'tib, oliy ta'lim yoshiga yetgach, muhtaram prezidentimiz tomonidan harbiy xizmatchilarning farzandlariga ajratilgan kvota asosida oliy harbiy ta'lim muassasasini tamomlab, beg'ubor bolaligim o'tgan muqaddas chegaralarga, ya'ni o'z uyimga qaytdim. Hozir Surxondaryoda otam xizmat qilgan chegarani qo'riqlash vzvodida bolaligimning gullagan davrlari o'tgan hududlarda xizmat qilmoqdaman. Aytishlaricha, nihol unib chiqqan joyida yaxshiroq ko'karar ekan. Men ona vatan chegaralarida ulg'aydim va bu yerda boshqa joyga qaraganda baxtliroq yashayman. Shuning uchun ham men otam chegarachi bo'lganidan va men uning davomchisi ekanimdan faxrlanaman.